Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, qadrdonlar. Biza ochiq dala maydonimizda qulupni ekishni boshladik. Mana bu yerda ozgina klerik ko'chatimiz bor edi. Bir agat bo'ldi, ekib yubordik. Keyin bu yerda Florence degan sort. Denovda faqat Qudrat amakda bor. Shu Qudrat amak berganlar Florence. Florence, yana albamiz Toshkentdan kelgan 2000 ta alba. Shu alba ko'chatlardan ekanmiz. Va bizda mana ochiq maydon dalamizda tomchilab sug'orish amalga oshirdik. Mana shunday 40 lik polietilen, qora polietilen shlangga krayniklar mana shunday qo'yilib 15 santimetrlik tomchilash sug'orish shlanglari ikki qator tashlandi. İki qator tashlanish sababi agatimiz 1.10 lik, masalan 60 lik, 70 lik agat deyiladi. Bu 1.10 lik. Aslida agatni mana shu qirrasidan bu qirrasigacha agar 60 santimetr bo'lsa, 60 lik agat deyiladi. Bu 1.10 santimetr, 1.10 lik agat. Ko'chatimizning oralig'i 25 ga 25 qilib ekilyapti. Ko'chatdan ko'chatgacha ham 25 va bu oraliq ham 25 santimetr qilib shunday saylda ko'chatlar ekilyapti. Mana bu yerda ham o'sha ekamiz, xudo xolasa. Mana agatlarimiz, tomchilab sug'orish agatlari mana shunday taylangan. Ekishdan oldin albatta yaxshilab kamida 3 soat, 4 soat suvni ochish kerak. Suvni ochib qo'yib, namlatib, keyin nami mana shunday qo'lga yopishmaydigan mana shunday uvalansa, mana shunday holda kelsa agar, xullas keyin ekishga yerimiz tayyor bo'ladi. Bizlar mana bunday bitta instrument, oddiy yog'och, keyin dasta qo'yib olib, mana shunday instrument tayyorlab oldik. Keyin agatimizni razmeri bor. Mana shunday razmerda 25 ga 25 mana shunday qilib sekin teshiladi. Mana teshik hosil bo'ladi. Mana shunday qilib mana eng ekishning oson yo'li va tez bitadi, ham yaxshiroq undashadi. Mana ko'chatimiz alba ko'chat, o'zimiz qilganmiz bu ko'chatlarni. Mana shunday ildizlari va ko'chatimizni mana shunday qilib, mana qarang. Mana shunday qilib, shunday qo'yganimizda chuqurchamizga lop-loyiq tushadi va mana shunday sal bosib qo'ysak ham bo'ladi. Ustiga sekin ozgina mana gavharini ko'mmasdan, mana shu yerini ko'mmasdan ozgina tuproq tortib qo'ysa ham bo'ladi. Shunday bostirib chiqsa ham bo'ladi. Bizlar mana Qudrat amakdan olib kelgandi. Katta 40 lik stakan ekan, kasetaga qilingan. Shunchaki bosib qo'ydik. Tuproq tortib bo'lmadi, sababi kasta juda katta ekan. Bu 8 lik stakandan ham katta. Shunday bosib qo'ydik. Shu ahvolda ham mana kecha ekilgan ko'chatlar dirkillab turibdi. Sostoyaniyasi zo'r. Mana quyosh bo'lsa ham, lekin yaxshi ketyapti. Mana shunday. Xo'sh. Tomchilab sug'orish, mana shunday shlang. Bu nasosda sug'oriladi, nasos. Hali jo'yak mana ustiga tomchilab sug'orish shlanglarini tashlamagan joylar. Mana shunday agat olinadi. Mana agatimiz 1.10 lik birinchi baland qilib olinganda, keyin usti 30 santimetr bo'lguncha mana shu usti sekin yoyilgan, qaytib tortilgan. Birinchi baland qilib, qirrali qilib 1.10 lik agat olingan, keyin usti ketmonda sekin tortilgan, yoyilgan. Bizlar buning uchun maxsus ketmon yasab olganmiz. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana shunday qilib agat olingan. Mana ozgina joyda oldim. Va bizda mana imini shuning uchun mana shunaqa uzun ketmon yasalgan, mana ikki ketmon. Mana shunday qilib yapaloq
ketmon yasalgan va ustidan mana shu agatni ustiga chiqib, ustidan sekin tortsak, mana shu agatimiz hosil bo'ladi. Shixmolarda ham qilsa bo'ladi. Osonroq bo'lishi uchun mana shunday qilib agatlar qilindi. Mana 10 sotik maydonimizga Alba, Florence va bir agat Kleri shunaqa ko'chatlar ekilyapti. Mana shu yerda. Xudo xolasa bahorda frigo ko'chatlarni ham ekib, ko'chat yetishtirib xalqimizda ko'chat yetkazib berish ham maqsadimiz bor. Mana shu yerda frigo ko'chatlar ekiladi. Shu frigo ko'chatlardan ko'chat qilinadi. Mana bu yerda Alba ko'chatimiz, Alba Toshkentdan Ro'zvoy akadan olingan ko'chatlar, matishniy. Shu matishniylardan biz ko'chat olyapmiz. Mana matishlarimiz pashti. Matishni ko'chat bu. Mana hosil ham bergan. Hosillari ham bor. Mana hosillari juda yaxshi, juda shirin. Alba hosildorligi juda yuqori. Yozda ham hosil beradi. Boshqa navlarga qaraganda issiqqa to'xtab qolmaydi va bizda mana ko'chatlarimiz mana shunday 12 kunlik holati ko'chatlarda 12 kunda ko'chat bo'lgan. Xudo xolasa keyingi yil mana shunday onadan uzmasdan ko'chat yetishtiramiz va Surxondaryo, Denov, Sariosiyo, Uzun barchaga xudo xolasa mana shu Alba, Florence sortlarimizdan ko'chat hosildorligi ko'rsatamiz, ko'chatlarni ham yetishtirib beramiz. Albatta. Mana shu yerda hozircha 10 sotik bo'lyapti.